borliqni to'rtliklardan iborat qilib yaratgan Allohning mo'jizasiga agar siz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz subhanalloh deyishdan charchamaysiz. Siz bilan bugun Gulbahor Xidirova, xalq tabibasi, 33 yillik shifokor, to'rtliklar qonuni haqida dars o'tmoqchiman. Butun dunyomiz bizlarni to'rtta tabiat unsuridan, ya'ni quyosh, havo qatlami, suv qatlami va yer, tuproq qatlamidan iborat qilib yaratgan Alloh mana shu to'rt unsurimizdan bizni tanamizni, ya'ni tuproqni suvda qorib, quyosh ishtirokida quritib va tanamizni 40 kun oftobga quritilgan bu tanamizdan Alloh o'z muborak og'izlaridan ruh puflab bizaga jon ato qildi, ya'ni qon yugurdi tanamizga. Mana shu tabiatimiz 4 fasldan iborat bo'lganligi kabi, ya'ni qish, ho'l sovuq, bahor, issiq ho'l, yoz, issiq quruq, kuzimiz esa sovuq quruq. Mana shu 4 talikdan bizning temperamentimiz ham, ya'ni issiqligimiz, ho'lligimiz, sovuqligimiz, quruqligimiz ham. 4 xil rangimiz, safroga o'xshatiladigan sariqligimiz, savdoga o'xshatiladigan qo'ng'ir qoraligimiz, qonga o'xshatiladigan qizilligimiz va balg'amga o'xshatiladigan oqligimiz. Temperamentimiz issiq, ho'l, sovuq, quruq dedik. Xarakterimiz birimiz og'ir, birimiz rasa shaddod, yengil tabiat. Birimiz esa og'ir, bosiq, vazmin, birimiz esa uyquchi. Hammamizda har xil, birimiz shijoatlimiz, birimiz esa dangasamiz. Bular ham hammasi 4 xil xarakterligi bilan bizada aks etgan. 4 xil mizoj va 4 xil xilt, bular aytdik hozir yuqorida, eng tepada turadigani quyoshga o'xshatilgan safro, issiq, quruq. Undan keyin havo qatlamiga o'xshatilgan qon mizojimiz, issiq, ho'l. Undan keyin esa suv mizojimiz, sovuq, ho'l va tuproqqa o'xshatilgan savdo mizojimiz esa savdo xiltimiz, bu quruq, sovuq. Mana shu to'rtliklar, bular ham har biri yegan, ichgan oziq-ovqatimizdan aynan 4 xiltimiz yetilishini. 4 xiltimiz yetilguncha 4 hazm jarayonini boshimizdan kechirishimiz, ya'ni og'izdan kirgan ovqatimiz uzoq tishlarimizda chaynalish uchun Alloh shunaqangi 32 ta sadafday mustahkam tish berganligi va so'lak bezlarimiz bilan qorishgan ovqatimiz shunaqangi chiroyli hazm bo'lib so'rilishiga zamin yaratilishi, qizil o'ngach orqali oshqozonga tushishi, oshqozonda fermentlar ishtirokida hazm jarayoni bo'lishi. Allohning mo'jizasini qarangki, barcha shifokorlarimiz biladigan oshqozonni o'zi ham 4 qismdan iborat. Ya'ni fundal qismi bor, kichik antral qismi bor, pilorus qismi bor va katta antral qismi bor. Aynan fundal qismida savdo xilti ta'sir zonasi hisoblanadi. Kichik antral qismi qon xilti ta'sir zonasi hisoblanadi. Safro xilti zonasi pilorus qismi hisoblanadi va katta antral qismi balg'am xilti ta'sir zonasi hisoblanadi. Oshqozonga tushgan ovqat mana shu 4 qism orqali fermentlarga boyib, hazm bo'lib, ichakka uzatiladi va ichakda tanamizga kirgan ovqatning asosiy qismi, ya'ni suyug'i qonga aylanish uchun jigarga, masariqa qon tomiri orqali jigarga va quyuq qismi esa chiqishga, ya'ni axlat sifatida chiqindi qilib chiqarilish uchun yo'g'on ichakka uzatib beriladi. Ikkinchi hazmimiz aynan jigarda boshlanadi. Jigarimiz ham 4 qismdan iborat ekan, ya'ni yuqori qismi, o'rta qismi, tag qismi, qobiq qismi. Mana shu jigarimizda 4 xilt yetiladi. Ya'ni suyuq qismidan balg'am, balg'amdan qon, quyuq qismidan safro, safrodan savdo. Yetilgan xiltlar keyingi 3-hazm doirasiga boradi. Aynan jigarda iste'mol qilingan quruq, issiq tabiatli ozuqalarimizdan sarg'ish rangli, yengil va harakatchan, ta'mi juda achchiq, o'tkir bo'lgan safro xilti hosil bo'ladi. Ho'l, issiq ozuqalarimizdan to'liq yetilgan musaffo, latif qismidan rangi och, qizil, ta'mi shirinroq, yaltiroq suyuqligimiz qon xilti hosil bo'ladi. Ho'l, sovuq ozuqalarimizdan tuxum oq rangida bo'lgan ta'msiz, suyuq, tabiati ho'l sovuq bo'lgan balg'am xilti hosil bo'ladi. Quruq, sovuq tabiatli ozuqalardan quyuq, cho'kmali, qoramtir rangli, chuchmal ta'mli, sovuq quruq bo'lgan savdo xilti hosil bo'ladi.
Uchinchi hazmimiz esa qon tomirlarida bo'lib, jigardan pastki kovak vena orqali yurakning o'ng bo'lmachasiga boradi. U yerdan o'ng qorinchaga o'tib, kichik qon aylanish doirasiga o'tadi. Bu o'pkada kislorodga to'yinib, insonni ruhiga ozuqa bo'ladigan moddiy quvvatga to'yinib, keyin o'pka venasi orqali yurakning chap bo'lmachasiga quyiladi. U yerdan qon chap qorinchaga o'tadi. Qon chap qorinchadan shoh tomir aorta vositasida katta qon aylanish doirasiga so'riladi. Mana shu yerda 3-hazm tugaydi. 4-hazmimiz esa to'qimalarda va hujayralarda kechadi. Bu 4-hazmda xilt aynan quyidagilarga uchraydi. Ya'ni zarur miqdorda ta'minotni qondirib, ularni oziqlantiradi, quvvatlantiradi, yangi hujayralar hosil qiladi va tanamizga butun quvvatimizni, energiyamizni kapillyarlar doirasida yetkazib boradi. 4 hazm jarayonida ovqatga aylangan tanamizga quvvat, immunitetimizni rag'batlantiradigan mana shu chiroyli qon kapillyar doirasida yetib borguncha va bosqichma-bosqich bizani tanamizdan chiqindilar ham chiqib boradi. Mana shu 4 hazmda 4 ta chiqaruv yo'li orqali tanamiz tozalanar ekan. Birinchi hazm ingichka ichaklarda bo'ladi dedik. Ovqatning suyuq qismi jigarga haydab berilsa, quyuq qismi yo'g'on ichakka haydab beriladi va axlat sifatida chiqarib yuboriladi. Ikkinchi hazm jigarda bo'ladi dedik. To'r xiltni yetiltirib bergan jigarimiz quvvat manbai sifatida kichik qon aylanish doirasiga haydab beradi va keraksiz suyuqligini buyrakka uzatib beradi. Buyrak bu qon tarkibidagi harom suyuqlikni filtrlab, siydik qopchasiga to'plash jarayonida keyin siydik qopchamiz to'ladi va peshob sifatida tanadan chiqariladi. 3-hazm doirasida esa kichik qon aylanish doirasiga borgan bu qonimiz bizani tanamizni ventilyatsiyasi hisoblangan o'pkamiz tomonidan kislorodga to'yinish jarayonida karbonat angidrid, ya'ni kerakmas gazlar esa nafas olish tizimimiz orqali chiqariladi. Ana endi 4-hazm qayerda bo'ladi dedik? To'qima va hujayralarda bo'ladi. Ter bezlari orqali terlab chiqaramiz chiqindini. Quloqlar chirki orqali chiqaramiz chiqindini. Burunlar orqali axlat sifatida chiqadi. Tirnoqlar ham o'sib chiqindi chiqarishga xizmat qiladi. Soch va tuklar orqali o'sib chiqariladi chiqindilar va hatto jinsiy a'zolarimiz orqali ham chiqindilar chiqadi. Bularning hammasi Alloh tomonidan chiqindilarni 4 hazm doirasida 4 xil chiqindi chiqishi. Tana bir butun mexanizm, biri-birisiz ishlolmaydi, biri-birini siz davololmaydi. Alohida mutaxassislik bo'lmagan va bo'lmaydi ham deb bejizga aytmaymiz. Nega deganda Abu Ali bin Sino aytaman, qon tomirni ushlab ko'rib, butun tanani ko'ra bilganlari kabi to'g'ri tashxis, 50% davolash va to'g'ri xiltlarning qaysi jarayonda 4 hazm bosqichini qaysi zonasida buzilish yo bo'lmasa patologiyaga yuzaga kelganligini va buni mahalliy ham kompleks davolash natijasida ham tanani tozalaymiz yo bo'lmasa o'sha kasalligiga keltirib chiqargan sababi bilan birgalikda mizojiga qarab davolash chorasini kompleks qilar ekanmiz, tanani bir butunlikda tozalab, tanaga shifo ulashishda Xudo xolasa adashmaymiz. Va keyingi darslarimizda savdo xilti, safro xilti, balg'am xilti, qon xilti bu tanamizda qanaqangi vazifalarda bizani qanaqangi tayanchimiz yo bo'lmasa suvligimizni yo bo'lmasa qonimizni qayerlarda pishib yetilib, qanaqa shaklda bir-biri bilan mutanosiblikda qaysi a'zolarimizni yaratib turibdi, qaysi a'zolarimizda nima vazifani bajaryapti. Mana shular haqida batafsil bilimga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta bizni sahifamizga a'zo bo'lib qo'ying va keyingi darslarimizni kuzatishda davom eting. Xudo xohlasa, kasalliklarni har biri qon xilti hukmronligida qaysi kasalliklar kelib chiqdi va uni qanaqangi qilib davolaymiz. Yo bo'lmasa balg'am xilti hukmronligida, dominantligida qanaqa kasalliklar kelib chiqdi, uni ziddi bilan qanaqa davolaymiz. Xuddi shunaqa 4 xiltni, 4 mizojni, 4 talasini mizojiga ziddi bilan davolash sir asrorlaridan albatta bahramand qilamiz va yaqinlaringizga ulashishda charchamang.